Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga Svesbrovning 15-65-15 geli, ya'ni startoviy gel haqida gapirib o'tamiz. Issiqxona egalari bormi, ko'chatchilarimiz, gulchilarimiz, kimki agrar soha xodimlari borki, ekinlarimizni boshlanishida, dehqonchiligimiz boshlanishida ushbu geldan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ushbu gelimiz o'simliklarimizni fosforga bo'lgan ehtiyojini to'liq ta'minlab beradi. Mana tarkibini ko'ring. 15% azot, 15% fosfor, 15% kaliydan tarkib topgan va mikroelementlar bilan boyitilgan. Mana ko'ring, kafolatlangan tarkibi shu. Ushbu gelimizni fungitsid va insektisidlar bilan qo'shib ishlatishingizni tavsiya etamiz. Fungitsidlar gel bilan qo'shib ishlaganingizda kimyoviy vositalar sarfini 30% gacha kamaytirishga, hosildorning 40% gacha oshirilishiga erishasiz. Ushbu gelimizni do'konlarimizdan so'rang. Gelimiz haqida qo'shimcha ma'lumot va bepul tavsiyalarni quyidagi raqamlardan olib qoling. Alloh taolo dehqonchilaringizga baraka bersin.